Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitay əməldarlarına zərbə beradigan qanun layihəsi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Avam Palatası yaqında 2026 yillik davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, kelar hafta Kengash palatasida ma'qullanib, prezidentning imzolashiga yo'llanishi mo'ljallanmoqda. Qonun loyihasining bir moddasidagi Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarlik qatlamining boyligi to'g'risidagi dokumentmi diqqatni tortmoqda. Ilgirki yillardagiga o'xshash 2026 yillik qonun loyihasida Xitoyga qarshi nurg'un tadbirlar bor ekan. Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarlik qatlamining boyligi to'g'risidagi dokumentga munosabatli mazmunlar bo'lsa, mazkur qonun loyihasi yo'lga qo'yilgandan keyingi bir yil ichida Davlat istixborot idorasining boshlig'i, tashqi ishlar ministri va urush ministri bilan maslahatlashib, Davlat istixborot idorasining to'rbetida Xitoy Kommunistik partiyasi amaldorlarining boyligi to'g'risidagi dokumentni e'lon qilish, Kengash palatasining istixborot komiteti va Kengash palatasining tashqi munosabat komitetiga topshirish qatorliqlar ekan. Tekshirish doirasi bo'lsa, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari, Kompartiya Markaziy komiteti siyosiy byurosining doimiy komitetining a'zolari va Kompartiya Markaziy komiteti siyosiy byurosining barliq a'zolarini o'z ichiga oladi ekan. Qonun loyihasiga asosan aloqador istixborot organlaridan yuqorida qayd qilingan rahbarlarning bevosita yoki vositalik ig'dorchiligidagi va yoki kontrolligidagi moddiy va pul muomala mulklarining dalil isbotlarini oshkorlash, ularning boyligining manbasini, jumladan Xitoy sirtidagi rayonlarda saqlangan savdo mulki mablag'lari va pul muomala hisobotlarini aniqlash, bu xil boylik va mulklarning ig'dorlik huquqini yoshirish uchun ishlatilgan pul muomala vakolatchilari, savdo sheriklari yoki boshqa kontrol qilinadigan organlarni aniqlash va bu boylikning Xitoyning tashqi siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi va dunyoviy ta'sirini kengaytiradiganligini tahlil qilish talab qilindi ekan. Uningdan boshqa qonun loyihasida bu dokumentning maxfiy bo'lmagan tariqada e'lon qilinishi va sunilishi kerakligi, ammo zarur bo'lsa parlamentning aloqador komitetlariga sunilgan nusxasining qo'shimcha maxfiy mazmunlarini o'z ichiga olsa bo'ladiganligi ko'rsatilgan. Xitoy amaldorlarining o'z mol-mulkini, oila tavobiatlarini chet elga yo'llash harakatlari azaldan tortib Xitoyning ichki sirtida hammaga ma'lumlik bir ish bo'lib, mazkur qonun loyihasi to'liq ma'qullansa, Xitoyning hokimiyat sistemasining haqiqiy yuzini dunyoga texmi aniq oshkorlaydiganligi mo'ljallanmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning mulklarini muddatsiz to'nglatdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning 246 milliard dollarlik mulkini muddatsiz to'nglatish qadamini tashladi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati oliy vakili Kaja Kallas Yevropa Ittifoqining Yevropadagi Rossiya mulklarini muddatsiz to'nglatishni qaror qilganligini jakarladi. Kallas juma kuni X'da uchur ham baharlab, Yevropa Ittifoqi Rossiya mulklarini muddatsiz to'nglatishni qaror qildi. Bu qaror Rossiya Ukrainaga keltirgan ziyon uchun to'liq to'lam to'lamigacha 210 milliard yevro, taxminan 246 milliard dollargacha bo'lgan Rossiya mablag'ining Yevropa Ittifoqi tuprog'ida qilishiga kafolatlik qiladi, dedi. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen bu qarorni qarshi olib, buning Rossiyaga kuchli signal beradiganligini, ya'ni urush davomlashgan sari Rossiya to'laydigan badalning davomli ish boradiganligini ta'kidladi. Yevropa Kengashining raisi Antonio Costa X sahifasida ham baharlagan uchurida oktyabrdagi Yevropa Kengashi yig'inida rahbarlar Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini to'xtatib, keltirib chiqargan ziyonni to'lamigacha Rossiya mulklarini to'ngiltish holatida saqlashga va'da bergan edi. Bugun biz shu va'damizga amal qildik, dedi. Bu qaror Yevropa Ittifoqining bevosita mablag' qarz elish yoki Yevropa aksiya rasxod markazida jazo sababidan to'nglatilgan Rossiya mulklaridan foydalanish orqali Ukraina uchun 105 milliard dollar mablag' ajratishni maqsad qilayotgan bir paytda chiqarildi. Yevropa Ittifoqidagi to'nglatilgan Rossiya mulklarining asosli saqlash o'rni bo'lgan Yevropa aksiya rasxod markaziga sahibxonlik qiluvchi Belgiya bu planga nisbatan andishalari borligini bildirdi.
Shuning bilan bir vaqtda Rossiya Markaziy bankisi Yevropa ittifoqining Rossiyaning mulkini muddatsiz to'ng'litish planini qonunsiz deb jakarlab, buningga qarshi turadiganligini bildirdi va buningga qarshi tadbir qo'llanadiganligi bilan tahdid soldi. Balıkesir'de Şarkı Türkistan hakkında bir yürüyüş faaliyeti o'tkazildi. Türkiye'nin Balıkesir vilayetinde 10 dekabrdan 13 dekabrgacha İHA İnsani Yardım Vakfı'nın Balıkesir Yaşlar Şöbesi, İlim Yayma Cemiyeti ve Peygamber Aşıkları Cemiyeti qatarlıq nurg'ulg'an ommaviy tashkilotlarning hamkorligi bilan Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmni anglatish va buningga qarshi qilishga tegishli mas'uliyatni eslatish maqsadida 4 kunlik faoliyat o'tkazildi. 10 dekabr çarşamba günü başlangan faaliyetler şembe günü taratqular bilan nashtiliq axborot e'lon qilish va keçilik namoyish yurishi bilan oxirlashdi. Faaliyet doirasida 13 dekabr İHA Balıkesir Yoshlar Tashkiloti tarafidan Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmni anglatish va ogohlantirish maqsadida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi va bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlari va bostirish siyosatlari kuchlik tilga elindi. Anadolu Agentligi Birlik gazeti İlka qatarlıq yerlik taratqular qatnashgan faoliyatda axborot bayonotini İHA Balıkesir Yoshlar Tashkiloti raisi Ali Qaratash o'qidi. Qaratashning bayonoti jarayonida uningga Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati muavin raisi Abdulahad Abdurahman, Istiqlol televiziyasi Türkçe bo'lim mas'uli Muhammad Ali Atayurt va Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi bosh kotibi Abdusalom Taklimakan, Sharq Turkiston yangi nasil harakatining a'zosi Habibullah Tajalli hamroh bo'ldi. Axborot bayonotida Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning Xitoyning ichki ishi emasligi, balki ochiq oshkora insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini tilga elish bilan so'zini boshlagan Qaratash, bugun biz dunyoning ko'z oldida yillardan buyon davom qilayotgan zo'r bir zulmga diqqat tortish uchun bu yerga yig'ildik. Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlar asla ichki ish emas, balki insoniyatning o'rtaq vijdonini yaralaydigan ochiq bir insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi. Qaratash so'zining davomida millionlagan Uyg'urlar kimligidan, e'tiqodidan, tilidan va madaniyatidan voz kechishga majburlanyotdi. Jazo lagerlarida tutilgan insonlar oilasidan ayrilib, bolalar onasiz, dadasiz cho'ng bo'lmoqda. Jamiyalar taqalmoqda, ibodat qilish cheklanib, eng aqalli inson haqlari sistemalik shaklda yo'q qilinmoqda deb xitob qilgandan keyin bu zulmga asla sukut qilmaydiganligini, sukut qilishning Xitoyga jasorat beradiganligini, bu masalaning faqat Uyg'urlarning masalasi emasligini, balki barliq insoniyatning o'rtaq siniqi ekanligini ta'kidladi va hukumat mas'ullariga, xalqaro tashkilotlarga chaqiriq qilib, Sharq Turkistondagi zulmga qarshi konkret qadam tashlanishi, jazo lagerlarining darhol taqilishi, e'tiqod va yashash erkinligiga kapolatlik qilinishi shart deganlarni qayd qildi. Ali Qaratashning so'zidan keyin Uyg'ur tashkilot mas'ullari Sharq Turkistonda boshdan kechirganlarni so'zlab berish orqali Xitoyning jinoyatlarini tunishtirdi. Muhammad Ali Atayurt so'zida yer shari xarakterlik tashviqot va aldamchilik mexanizmi sababidan Xitoyning Sharq Turkistonga qaratilgan besimlari faqat zulm bilan cheklanib qolmay, balki Beijingning dunyo jamoatchiligiga ta'sir ko'rsatish uchun yer shari miqyosida saxta tashviqot, poraxo'rlik va ko'zbo'yamchilik to'g'ri qurganligini, bu to'rning maqsadining jazo lagerlari va keng ko'lamli kishilik huquq dafsandichiliklarni kasbiy ta'lim, tarbiya, taraqqiyot yoki bexatarlik degandek aktiv uqumlar bilan sinnatlab, Uyg'urlar xushal, rayonda zulm yo'q degandek tasvir paydo qilishga urinish ekanligini, bu jarayonda ba'zi jurnalistlar, tadqiqotchilar va taratquv organlarining Xitoyning manfaatiga xizmat qiladigan pulga sotilgan qalamlarga aylanganligini, bu sababdan axborot vositalarining Xitoyning barliq jinoyatlarini aynan jamoatchilikka anglatishi kerakligini eskartdi. Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.